أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ثم إن كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين. Biz sıfat salat hakkında to'xtalgan. Namazning ichidagi faoliyatlar qanday ilib berildi degan. Namoz quloq taqib yo, undan keyin tasbih aytib, A'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir-rohmanir-rohim dedik. İçimizde undan keyin Fatiha o'qiymiz. Fatihani qanday o'qiymiz? Agar imom bo'lgan taqdirda bamdodni albatta 2 rakatdan. Undan keyin sham bilan xuttanning oldingi 2 rakatida, juma namozida, 2 hayit namozida ullik o'qiydi. هذا هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتوارث من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا. Biz hozir ila yawmina hada deymiz. Muallifning zamoniga qadar, bizning hozirgi zamonimizga qadarmi shunda ullik o'qiladigan namozlarda ullik o'qish sunnat deymiz. Ladun ya'ni shu chaqdan tartib degan. Yenidan qishidin degan bo'ldi aslida. Fa ataynahu min ladunna. Ilm laduni deyman. Alloh taolo shunday bizning huzurdan bir o'tgan ilmni. Wa yukhfi fi adh-dhuhri wal 'asr. Kunduzgi mush 2 namozda ishida o'qiydi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam: "Salatun nahari ajma." Kunduz namozi zuvansiz degan mush hadisga asosan. Ajma degan zuvansiz, tilsiz ham. Ya'ni ishida o'qiladigan demakchi. Shu ajammi gapini qo'llanmaydigan xalq degan ma'noda. Ya'ni hayvon nima zuvansiz bo'lgan ekan ajma deydi. Hadisda al-ajma'u jubar val bi'ru jubar degan. Yani zuvansiz hayvan, mesela eshak, ot, kala, bu ketib birodarni tapatdi mesela. Ya ishlatib, ya sut minib qolsa, bir odamni haydab boshqarib mamg'an ahvolda uning qilgan jinoyatini to'lam kelmaydi. Sening ishking tapatdi mana deb uning to'lam taraf qiladi shu. Salatun nahar ajma. Yani bu kunduz namozininki ishida o'qilganligi dalil qilib ko'rsatdi. Lekin bu hadis xili ajizim. Ajiz o'g'lim xili bek ajiz. Nima? Batil degan ulamalar bor. Imom Navoiydek ulamalar batil degan. Lekin Hasan al-Basriyning shunday so'zi bor. Abdullah ibn Mas'udning shunday rivoyat kelgan. Yani sahabe kiramlardan, tabiilardan shu mazmunda ko'rsatma kelgan. Unisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshin bilan asrni qiraat qilmaydi o'qigan. Lekin bir oyatni ulug' o'qigan hol bor. Kan yajar bil aya wal ayatayn ahyanan deb keldi. Nima desa, keyingi sahobalar dastlabdan o'g'itib qilayotgancha bo'lgan ekan, ham shu peshin asrni biz jim tug'inimiz bilan ishimizda shunda Qur'on o'qiymiz, Qur'on o'qib qo'yish shuni. Ya qasrni o'qiyotganda, sura o'qisamsan, ba'zi surni ba'zi namoz o'qish shunda ishlar bo'lgan ekan. Nimani o'qiyotganligini, Qur'on o'qiyotganligini bildirib qo'yish uchun bir oyda ullik o'qib qo'ydigan ish bordi. Lekin umuman asr bilan peshinni ishida o'qigan. Lekin bu dalilimdi. Rasulullohning shu shartkash dalil. Sallu kama ra'aytumuni usalli degan bo'lg'acha. Yana bir hadisda mursal kelgan bir hadisda annahu qila ya Rasululloh inna hauna qauman yajharuna bil qira'ati bin nahar. Kunduzda ulli qiroat qilib namoz o'qiydigan odamlar ma'da degan chog'da Rasululloh aytgan irmuhum bil ba'r. Tezak etanlig'adir. Ibn Abi Shayba rivoyat qilgan mursal hadismi. Qala va in kana munfaridan in sha'a jahar. Yolg'iz o'qigan ahvolda xolisa ullik o'qiydi. Li'annahu imam nafsi. Chunki bu aqida bir jamoat yo'q, o'zga-o'zi imom bo'lgandek holatda bo'lg'achqa xolisa ullik o'qiydi. Va in sha'a khafat xolisa ishida o'qiydi. Li'annahu laysa alayhi an yusma'a ghayrahu. Boshqa o'qib o'qisam bo'ldi degan aql jamoat bo'lmag'achqa deydi. Val jahru afdal. Endi ullik o'qish afzal deydi. Ya'ni ullik o'qiydigan namozlarda demakchi, ullik o'qiydigan namozlarda ullik o'qish afzal.
والجهر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى وحده على هيئة الجماعة صلى خلفه صفوف من الملائكة. Bunda bir faziletli kishi bo'lishqa, hayatul jamoa degani xuddamda jamoatlar namoz o'qiganda ullik o'qisa yolg'iz bo'lsinmi demoqchi. Bunda fazilat bor. Albatta bu hadis bo'lsin bo'lmasin yo ajiz bo'lishi mumkin. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshin bilan asrning ichida boshqa namozning dastlabki ikki rakatlarini ullik o'qigan bo'lg'achqa biz ullik o'qisak sunnatga ergashgan bo'lamiz. Shuni masalalar o'qiydi. قال وإن كان مأموما لا يقرأ لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. iqtido qiluvchi bo'lib qolsa Qur'on o'qimaydi. Bu bir xilofiy masala. Shuni fa deb qo'ydi Muxtorning matnida. Imom Shofiy o'qishi lozim deb turgan. Ana Hanafiy mazhabda iqtido qiluvchiga qiroat qilish yo'q. Qiroat vojib emas, balki qiroat qilsa makruh degan. Oxirgi jamoat bizda masalan imom iqtido qildi. Ishida o'qiydigan namozda bo'lsin, sirtida o'qiydigan namozda bo'lsin, qat'iy qiroat qilmaymiz. Biz o'zimiz Qur'on o'qib qolsak makruh bo'lib qoladi. Bu Hanafiy mazhabining qarashi. Ya'ni bu yerga kirohati tahrim. Baytun duqqo. Aslida ullik o'qisa oxirgi jamoat buni anglaydi deb ullik o'qiydi deydi. Yolg'iz bo'lgan ekan ishida o'qimay, ya'ni shu jamoatga imom bo'lib o'qiganda o'qisa degan. Ham Imom Shofiy jahriy namoz bo'lsin, sirriy namoz bo'lsin, qiroat qilish vojib. Bu hozir oxirgi jamoatning gapi. Albatta imom bo'lsa, Hanafiy mazhabning imom o'qiydi deydi. Lekin oxirgi iqtido qilgan jamoat Shofiy mazhabining nazarida cho'qim o'qish kerak dedi. Endi bu ish qarashning o'tirida turgan qarashlar Imom Malik mesela Imom Ahmadning qarashida imom ullik o'qigan namoz bo'lsa, oxirgi jamoat o'qimaydi. İmam ishida o'qigan namoz bo'lsa, oxirgi jamoat o'qiydi degan. O'tirib turgan qarash. İmam Malikmi? Imom Malik, Imom Ahmadmi shunday qarash bor. Endi dalillar kelsak, Imom Abu Hanifa va shogirdlari mush oyatni dalil qildi. Va idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. قال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم وجماعة من المفسرين نزلت في الصلاة خاصة حين كانوا يقرؤون خلفه صلى الله عليه وسلم. مش آياتنا سبب النزول ده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تغان جماعات قرآن أقوان چغدا مش آيات شكان لأقومي تنشبتر الله في مزمون ده مش آيات شكان لك. Şuna fuqahalar bu oyatni shu namozga ishlatadi. Uningdan boshqa juma xutbasiga tushgan degan qarashmi bor, uningga ishlatadi. Lekin sirtchi hozir masalan tursak, buraylarning Qur'on o'qiyotidi, yataqtashlarimiz, yerdan Qur'on ovozi kelyotidi. Bu chog'da istima' qilish vojibmi? Vojib emas, mustahab. Boshqa ishlarimiz bo'lmaydi qilsa, o'tira quloq solib tinchab o'tirmaymiz. Boshqa ishimiz bo'lsa bunu qilamiz. Burun azarninki ash masjidning o'ng temida turklarning ravaqati yatqi. Va o'ng tarafda azimmi shu burungi yataqli bog'i. Bu masjidning davomli Qur'onimiz kelgan ekan, bu bo'lib yatammaydi ekanda. Shunda yatas Qur'on o'qib o'tirgan. Qur'on o'qilayotgan chog'da yasib bo'lmaydi degan nima bor? Hanafiy mazhabda yoki jidda shunda bir. Davomli qashunda Qur'on o'qib turgan ya bo'lgan ekan masjid. Yatamay qizinib ketadigan. Hozir Qur'on davomli anglab turgan shunda musulmonlar erkak davlatlarda Qur'on uyardim chiqishi mumkin. Vaziyatlarning chog'da kechda Qur'on o'qiydi mikrofon bilan. Bu chog'da biz ishimizni qilolmay, yatamay qizinib qolgan. Ha, mustahab desak, bu chog'da kamchilik bor. Shu bu namozdagi gap yoki xutbadagi gap. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا ومسيدس سيمسلم بامش فإذا قرأ فأنصتوا دي رواية. وقال صلى الله عليه وسلم من كان مأموما فقراءة الإمام له قراءة. İmamның qiraati şunga qiraat hisoblanadi, ya'ni o'zi o'qimaydi degan mazmunda. Bu ajra hadis lekin boshqa yo'llarlar hasan darajalik bo'lishi mumkin. Wa rawash Sha'bi an an-nabiy sallallohu alayhi wasallam la qira'ata khalf al-imam.
Şa'bi Rasulullah'dan mübaşir riwayat qilgan ekan, nima bo'ldi bu hamda? Mursal. Hadisi bo'ldi? Mursal. Hanifi mazhabning dalillari shu hamda. Shu oyatda fastami'u lahu wa ansitu de insat val istima' ikkisi qiroat qilishni to'silgan narsa. Hamma nida. Imom qiroat qilayotgan chog'da hech nima o'qimay turish kerak. Uzoq so'z o'qilsa o'rtanda imom o'qigan so'zni jamoat nasl o'qigan bo'ladi. Ashobiylarga nazar o'qilgan qolsa. Masalan, imomning o'qig'ini olmaydigan jiroqlar tug'ildimi? Tabii ergish boqish degan gap yo'q hozir. Bu ergish boqish nerede chiqdi? Ya ergish boqish degan gap yo'q. To'xtama, Shafiy mazhabiga azikildi. Ma Hanifi mazhabining dalillariga bir qarab o'taylik. Kitobda bor dalilni bir dursin, ama bu dalildan vajidil istidlal nima desak, fastami'u lahu wa ansitu degandikan al-insat wal istima' degan diqqat bilan tinglab turish degan bo'ldi. Bu qiroat qilishni to'sigan narsa bu. O'zi qiroat qilib o'zi o'qiyotgan odam diqqat qilib tingshalamda tingshamaydi. Yana va kinkadis man salla khalfal imam fa inna qira'atal imami lahu qira'a. Bu ajizroq keldi, lekin boshqa yo'llari bilan hasan darajalik bo'ldi dedi. Lekin Muhammad ibn Hasan Shaybani Muvattada Imom Malik Muvattani rivoyat qilgan rivoyatida hasan darajalik sanad bilan rivoyat qilgan yana. O'z oldiga hasan bu. Yani bir hadiste innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa iza qara'a fa ansitu. Bu Abu Davud rivoyat qilgan Sahih Muslim'da va iza qara'a fa ansitu degan. Yani yana bir dalil imomning keynida Qur'onni o'qishdan to'sgan ahvollar xulafa rashidindan kelgan. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'onni o'qiyotgan chog'da oxirida birisi Qur'onni o'qigandek bo'lib, namozdan keyin mazi unaza'ul Qur'an. Qur'on o'qiyotsa men biraylammo tartishib ishkelan tang o'qigandek bo'lib qoldi deb nima qilgan ekan kishilar fantahan nasu anil qira'ati fima jahara fihi hina sami'u zalik. Mushkatni olgan chog'da jamoat andan sahabe kiramlar Rasulullohning oxirida Qur'on o'qishni to'xtatgan. Bu Muvattada rivoyat qilgan hasan darajalik rivoyat. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu kana idza su'ila hal yaqra'u ahadun khalfa al-imam Ajında sorulgan çağda qala idza salla ahadukum khalfal imam fa hasbuhu qira'atul imam wa idza salla wahdahu falyaqra. Ixtilo qilgan chog'da imomning qiraati hisob, yolg'iz o'qigan chog'da o'qisi bo'ldi dedi. Muvattada keldi bu. Va kana ibn Umar radhiyallohu anhu la yaqra'u khalfal imam. Danki ibn Umarning xulafa rashidinning rivoyati hamda oyat va hadislardan anfuzning dalillari to'liq bo'lgan bo'ldi. Hamda Imom Shafiy rahmatullohi alayhi keyin tug'an kishimi jahriy namoz bo'lsin, sirriy namoz bo'lsin o'qishi vojib deb qaradi. Yani bu o'qish vojib degan bu qarashga ulamolar asosan la solata illa bi fatihatil kitob degan hadislarga tayangan. Ubad ibn Samit radhiyallohu anhu la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitob muttafaqun alayh. Yani hadisi Ubad ibn Samit radhiyallohu anhu la taf'alu illa bi fatihatil kitob. Siz aqimda Qur'on o'qiydiganmisizlar? Menda Qur'on o'qilganini isqildim degan chaqda shuni o'qiymiz degan chaqda la taf'alu illa bi fatihatil kitob degan deydi. Ayıqda fa innahu la salata liman lam yaqra biha dedi. Bu Abu Davud'un rivayeti, lekin aciz. Yani mushmasilda mush İmam Malik'ninki, İmam Ahmed'ninki tanlagan qarashi eng munosib. İmam jahriy o'qigan namozlarda tinchab turib o'qimaslik. İmam ishida o'qigan namoz bo'lsa, og'iz jamoat o'qisi bo'ldi. Shu eng muvofiq qarash. Chunki mushunda dalillar asl jamlash mumkin endi. Qala va idza qala al-imam waladdallin qala amin. İmam waladdallin degan chaqda aqidullam imom o'zi amin deydi. Qala degan o'sha al-imam va yaquluha al-ma'mumu va yukhfiha. Ixtilofli jamoatmi ishida amin deydi.
Noniki imom mu buni ishidaydi, jamoat mu ishidaydi. Bu mu shu aminni jahri deyishgan shu bizni bizga avval qilgan masala. Rafiyat masalasi jahri amin, ehtiyot pishin masalan. Paypaqa masala qilish rafiyat shu. Fatihani imom o'qigan ekan jamoat o'qishi qanday? Shafiy mazhabda bulanda qat'iy chiqish yo'l topolmaydi unda. Topolmay qanday qiladi bo'lsa, yo'q Rasululloh zamonida 2 qatim bir sakit qilish bordi. 2 qatim namozni sakit qilish rivoyat qilingan. Shundan yo'q Rasululloh Fatiha'dan keyin bizdan turib birdi. Turib birdi deb ana shu chaqda ash kendiklar Fatiha o'qildi. Shu turib aytadi, hozirma imom turib birishi lozim deydi. Manda uzun turib birish hadisda yo'q. Bunun hozir mushkil ishi, turib birishi dalilsiz bir ish. Hadisga xilof bir ish. Agar mujda bir ish bo'lgan bo'lsa, Rasululloh endi to'xtab turgan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz butun ish harakatlari tafsili naql qilgan bo'lsa, bizga naql qilindi bu. Masalan bir hadisda ya Rasululloh sizlar biz jin turgan chaqda nima deylar deb so'rasa, Allohum ba'id bayni va bayna xatoyaya unda deyman dedi-ku. O'sha endi iskata qilgan bo'lsa, u cho'qim uni so'rab bizga yetib keldi. So'ng Shafiy mazhabida imom unda turib turish kerak. Hatto Shafiy mazhabida imom o'qiyotgan chaqda billa o'qsin bo'ldi degan qarashim bor. Ba'zi imomlar bizning mazhabda yo'qdi desimi, lekin Imom G'azzaviy va boshqalarning o'qigan qarashda bor. Shu biz Xulafa Rashidindan keldi dedi-ku. Shunda nima nechini rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Hazrat Umar, Abu Bakr, Osman, Ali qatorliq Xulafa Rashidin. Ya'ni shu Xulafa Rashidindan imomning keyinda qiroat qilishni to'sgan so'zlar kelgan dedi. Bundan keyin shu ig'rosidi. وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ويقولها المأموم ويخفيها قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الإمام يقولها دوم سيدس بام آمنا جهري أقشمسلسين يعني في مذهبتا وإمام مالك كاغم بالرواية آمنا إشديدون İmam Şafii ve İmam Ahmed aminni üllikteydi. Hanifi mezhebinin bir delili yukarıda bayan kılgan hadis İza qala al-imam vallahi dallin faqulu amin. Fa innal imama yaquluha. İmam şu çağda aminni deydi degine şiddeydi deganini bildirdi deydi. Endi aytirasan hadisda siyaqini o'qisak şiddeydi degan mazmun chiqib qoladi. Bo'lmasa imom amin degan chaqda sizlar shu amindanlar deydi. وروى وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخفاء. وائل بن حجر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم namaz o'qiyotganini bayon qilib rivoyat qilgan hadisida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aminni ishitgan deb rivoyat qildi dedi. Bu qaysi hadis? Qala sallaytu ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam فسمعته حين قال ولا الضالين قال آمين وأخفى بها صوته. بترمذي دارقطني حاكم والبيهقي رواية غادس. Yani bu hadisni bazı ulamalar aciz degan. Ko'p ahli hadis aciz deb turadi. Nima uchun desa, buni shu akhfa biha sawtahu degan bunda kelmagan. Yani ravilarning ichida azroq masala bor. Deb asli qanday desa, va madda biha sawtahu degan shu to'g'ri dedi. ولما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه حديثه خمس يخفيهن الإمام degan ashirvat shu. Yuqorida o'tib ketdi. Ibn Mas'uddan unda rivoyat kelgan. Ham dalillardan ana bu mazhabning bir dalili ud'u robbakum tadarruan va xufya innahu la yuhibbul mu'tadin dedima. Bu duo duo'nikan buni xufya ishimizdaymiz. Ülük deb qalsak mu'tadi yo'lab qolamiz. Qarshi tarafchi aminning o'zi duo emas. Shu Fatihani oyig'idagi shu duo. Amin degan duo emas, bu duoning bir peshtidak narsa. Duoni qilib tam ko'rayotgandek, unda bir narsa o'zi duo emas bu deb turgan.
Nima uchun aminning ma'nosini aytdi? Ijobat qilishlar degan ma'noda. Allohumma ajib yoki istajib degan. Amin asl arab tilidan kelganmi, boshqa tildanmi? Ya ibraniy, ya siryaniy tildan kelgan. Yani bir hadiste fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qaribun tabarak ismuhu wa ta'ala jadduh. Bu Buxoriyda hadis. Bu namozga amin namoz emas. Lekin shu sahabe kiramlar masal bir dungi chiqqanda takbir aytib, tushgan chaqda tahlil aytib, o'qigan chaqda baqirab to'lgan chaqda degan hadis. Yana an Abi Hurayrata anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala idza qala al-imam ghayru al-maghdub alayhim wal-dallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bu Buxoriyda hadis. Bu ma kitobda bayon qilgan imom wal-dallin desa sizdanlar fa innal imam yaqulu degandek ishiddiyganga azroq dalil bo'ldi. Agar ishiddigan bo'lsa fa innal imam yaquluha demaydi. Bu gapning foydasi bo'lmaydi deydi. Sunan Nasaiy'dagi sahih hadisda va innal imama yaqulu amin deb kelgan. Imommi amin deydi deb. Endi va akhfa biha sawtahu degan mushu hadis aslida sahih bo'lib qolsa nas bo'libdi. Yani amin ishidishdi. Lekin bunda ahli hadis ishtirab qoldi. Az salliqlar musaytidida ko'p salliqli sahih emasdi deb. Mesela bunun ravilerden وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ degan rivoyatni Shu'ba rivoyat qilgan. Lekin Sufyan وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ degan. Yani kim va jumhur Sufyanning rivoyatini olamiz, Shu'baninkini olmaymiz deb turadi. Yani bu mazhab Shu'baninkini olmaymiz, ma'luma. Ikkisi o'xshash bo'ladi deb turadi. Chunki ikkisi ishonchlik hadis rivoyat qilgan zotlar. Yana bu mazhablar Ma'qul Sufyanninki va sanajatini boshqaratdimisan. Ya Sufyan bilan Shu'bani solishtirsak, Sufyan bakrak xatolikdan xoli bunda deb qo'ysak, lekin sizning bu rivoyatingiz madda biha sawtahu deganmi, bu unda to'lab nima qilganini bildirmaydi. Chunki ishida amin deb bunda so'zab qo'ysa madda biha sawtahu bu yani jahara so degan gap yo'q, farafa biha sawtahu degan gap yo'q. Maddi sawt bu unda ulliklikni bildirmaydi deb turgan. Kishida desa, endi tug'an og'ir sat tug'anlar anglaydi uni. Chunki bir hadisda amin deydi. Oxirgi satdagi kishi anglaydigan darajada deb kelgan. Bu masal ajra hadis. Yana qala ata, jumhurning dalili ana va madda biha sawtahu degan dalil bilan billa jumhurning dalili Ata dedi Amman ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr Mekke'de halife olan hamisul hulafa. Amman ibn Zubayr ve man vara'ahu hatta inna lil mescidi la lajja. Bazı la rajja yani la dajja deb kelgan. Abdullah ibn Zubayr ve ahli cemaat amin debdi. Mescid shunda yangrab ketdi yoki endi titrab ketdi. Zilzila kelib ketdi degandek bunda bir rivoyatlar. Buni Buxoriy muallaq holatda rivoyat qilgan. Abdurrazzaq musannifda musnad rivoyat qilgan. Bu nimadan iborat? Sahobaning ishidir ama, ya'ni nas hadis emas, sahobaning ishi. Sahobaning ishi bo'lgan ekan, Hanifiy mazhabdagilar biz Abdullah ibn Mas'uddan ishi degan ahvolni rivoyat qildik. Abdullah ibn Zubayr bilan Abdul Mas'ud kishi tang. Sahobalar ish qilmagan bo'lsa, qani asaq bo'ladi deb turadi. روى أبو وائل قال كان علي وابن مسعود لا يجهران بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين. Bu Tabarani المعجم الكبير رواية فيها. علي ولن عبد الله بن مسعود ikkidan ishidi debdi. Abdullah ibn Zubayr ullik debdi. Undan Abdullah ibn Mas'ud bilan Ali'ninkini oldi. Abdullah ibn Zubayr'ninkini olmadi. Desa buni bilan zikrilmaydi. Lekin Ali va ibn Mas'udning aslında işitdiğin rivayet aciz bo'lishi mumkin. Yani bir hadiste Abu Davud'ning kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza tala ghayril maghdubi alayhim waladdallin qala amin hatta yusmi'a man yalihi min as-saff al-awwal. Yoki yasma'a man yalihi min as-saff al-awwal. Ish aminni dastlab birinchi satdagilar anglaydigan darajada aytdi deb keldi. Lekin mush rivoyatimiz sal aciz. Davom etamiz.
Delillarni surishtirsak, aminni ullik deydi deganlarninki sal ig'rosidir, sal jallasidir. Jahri amin deyishcho. Lekin shuni ma duoda tadarrua vaqti degan nima bo'lgan ekan? Misrlikda emas. Amin deb unda ullik to'lmay, ovozni chiqarib, lekin sal pasrak ovozda to'lash shu bakrak munosib. Jamoat qo'ygan ekan, hammaning past ovozda desak, shu yangrab ketadi yana. Shundaroq bo'lishi mumkin. Ullik amin desak bo'ldi. Yani dalil shu jallat. Ha? Yani aminni jahri deyishning dalili jallat. Lekin jallat yana bak bunda bir jallat emas. Sal jallat. Undan keyin biz hech qanday nafasat nima bo'lmaydigan erkin yalda ullik deymiz. Lekin jutda agar bosh jamoat hammasi ishlaydigan bizlar bir ishkaydan ullik deydigan bo'lib tushib ketgan bo'lsak, janglashmay ishimiz desak bo'ldi. Yolanda qo'yganida aminsa qabrlarning joyida istirab qo'rqinish musulmonlarning mumkin. Davraning bosh ajraqim. Ma'nosida shu dalil bo'lgan jalliqroq dalillar shu bayon qilganmiz. Başka dalilin başında mesela Yahudilerin yaman ko'rdigan nima bunda aminni ovozlari. Hozir bizning vujudda kommunistlarning yaman ko'rdigan ovozlar qoldi-ku. Meni bayondan qanday masjidda titrab ketdi. Bizning vatanlik vosita imomlar buda tirliq ovoz qilgan deb payg'ambar alayhisalom masjidda amin deb titrab ketdi. Aslida shunday deb unda Yolda düştü. Hayır, Abdullah ibn Zübeyir Mekke'de bu Resulullah'ın kadar keyin o'zi xalifa bo'lgan chaqda namoz o'qigan chaqda bo'lgan ish ma'lum. Lekin bu aminni ullik desak, bu xil qarash bo'lganiga aminlik sal ig'irlasgan ekan, aminlik desak, bizning sal yurtimiz to'mroq, hammadan ovozimizlar chiqqan ekan, sal qo'rqinchdan jiroqroq turgan ish. Musulmonlar biz jalliq emas, kuchli emas, oz emas emas deydigan. Aminni ullik deyishmi? Ha, mustahab hukmi. Şu işitişten faqat afzallik bilan shu. Ishida deydigan zamonlar sirib qolgan chog'da ish desak g'alati tugaydi. Ya'ni vujudda shu masjidga yashinib qolgan odamlar va yoki Hanafi mazhabning qarashini ching tutgan odam bilan janglashib, adovat ba'zi mushtish qilgan, o jamoat ishga bo'linib ketgan, unga yaramaydi. U darajada chiqiradi-da, tillaydi, namozni buzib tillaydi agar. Namozni buzib qilmayman, tillaydi. Balki hozir sal yengilladi, burun bak ig'irdi bu. Amin deydigan limon deyish bo'llar. Aytaza hech qanday qilib qilon masjid tajbir to'lib keldi deydigan avvalli bo'lgan. Bu yengil yani. Hozir bu aminni jahri deyish masalasi yengil. Yetmakni birlashtir, aram bo'ldi, davlat va aram bo'ldi, buni qarash bo'lgan. Hanafi mazhabning qarashini tutgan bo'lsa, uning qarashidan makruh kirahat tahrim bo'lgan ekan, chataq xudo deb qaraydi. Yağış rafiyat qilishni biz to'g'ri deb qarasak, to'g'ri ishga agishmaymiz yo'ldan. Xato ishga agishmaymiz degan gap. To'g'ri ishda agishmay turolman degan ma'no. Shunga Imom Hasan 5-rakatda qo'lga ketdi, subhanalloh o'tirang deb qo'ymizgo. Unga agishib bilan qo'lga ketdi shu. Masalan shu chavakchilik, tasbih etish nima uchun? Unga qilma agishing degan gap yo'q. Imom xatosi uchun unga tanbih beramiz. Endi Hanafi mazhabning dalillaridan yana bir dalil qopqopdi. An Samura ibn Jundub ibn Jundub to'g'ri radhiyallohu anhu حفظت سكتتين في الصلاة سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع أبو داود رضي الله عنه برواية والإسلام أجرب بولش ممكن لكن مشاهدة ما يقول توستان بمذهب الله أكبر تقول قطن شغدا فاتحة أخشتم برم جندك تروت dedi. Şu zindek turayotgan chaqlaysa, subhanakallahumma, auzu billahi minashaytonirrojim, bismillah san bunda degan. Va sakta idza faraga min fatihatil kitob,
Fatihani olab dalında tutib olgandan bir sekte bat dedi, shunami? Bu sekte nima? Amin. İşte amin deyish. Demak, bu yerda imom ullik amin demaydi degan mazmun chiqdi bu shundan deb dalil ko'rsatdi. Ha, turibadi degan hadis mushunga o'xshash rivoyatlar bor. Turibadi degani shu. Ha, shu Fatiha o'qivasin deb turibadi deb. Ha, bu endi jindek turgan ahvollar bu. Bir uzun emas. Fatiha o'qigandek uzun emas. Shafiy mazhab shu Fatiha o'qishga turgan, uzunroq turgan deb turildi. Bu qisqadan turish. Hani Shafiy mazhab aminlikdan da imomda. Mesela qilamiz to'laydi. İmam Shafiy imom aminlik deydi. Aqidagi jamoat o'zi anlig'idek darajada deydi degan. Undagi misallarninki jamoatning amin deb to'lig'ini qanday bo'ldi ekan? İmam Shafi'ning mazhabi xilof. Ya shu jadidki mazhab. Misr kelgandan keyingi jadid mazhabimiz. İmam Navaviy Mecmu degan kitobni naqli İmam Shafiy al-Um degan kitobida degan. Umning o'zida ko'rdim. Lekin İmam Navaviyninki Mecmu degan kitobda qala al-Imam Shafi'i fil yarfa'u al-imamu biha sawtahu fa idha qalaha qaluha. Yani jamoatmi deydi dedi. Va asma'u anfusahum. Yani o'z anlig'idek darajada aqidagi jamoat shunda deydi. Ulug' to'lmaydi dedi. Va la uhibbu an yajharu. Ulug' deyishim yoqtirmayman. Yani makruh. Kiraat tanzih degandek bir narsa. Yana Muxtasarul Muzani jadid kitob ma'lum. Muxtasarul Muzani al-Qawlul Jadidni o'z ichiga olgan kitob. Shunda oyig'ida wal yusmi' man khalfahu anfusahum. Aqi turgan jamoat shu o'z anlig'idek darajada amin desoningan. Unda hozir Shafiylar buni amal qilmaydi. Balki bular qadim qarashiga rioya qilib ashuni tutgan bo'lishi mumkin. Qadimda aqi turgan jamoatni ulug'laydi degan. Bu İmam Shafiyning keyingi shu jadid so'zi balki ajra qilib keldi-ku. Hatta yusmi'a man yalihi min as-saff al-awwal degandek. Belki shuni olgan bo'lishi mumkin. Bundaroq darajada ulug'laydi deb aqidagi jamoatdan ishtirak desin degandek. Davomga İmam Shafiydan qadim va jadidga qarash olib, hozirgi İmam Shafiy mazhabini tutumizganlar jadidni olmagan bo'ldi. Qadimni olgan bo'ldi. İmam Shafiyning mazhabida 18 masalada qadimni olamiz deydi bular. Jadidni olmaydi. Boshqa masalalarimiz jadid desab. Chunki qadim qarashi amaldan qolgan bo'ldi-ku. Qadim degan qarash, jadid degan qarash qanday ayirmas? Misrga kelishdan burungi qarashlari qadim, Misrga kelgandan keyingi qarashi jadid. Misrda 4 yil turganman. İmam Shafiyning qabrisiga borib boqsangmi? İmam Shafiyda ma'lum va shu yerda qabrisi bor. Sayda Ayshadan sal ishirimiz. İmam Shafiy Misrga kelgandan keyin shu mazhabni o'zgargan. Jiq qarashlari o'zgargan. Shunga Misr kelgandan keyingi qarashlari hammasi jadid deb ataldi. Misr kelishdan burungi qarashlari qadim bo'ladi. Shafiy mazhabidagi ulamolar biz jadidga amal qilamiz. Shafiy mazhabida hisob bo'ldig'ini shu. Faqat 18 masalda qadim hisob degan. Endi bu 18 masalda qadim hisobdan nima uchun bu qadim hisob qilib qoldingiz desa, İmam Shafiy rahmatullohi alayhi "Iza sahha al-hadithu fa huwa madhhabi" degan bo'lg'achqa, ashu masalani qadim jadidni tekshirsa, qadimdan dalili sahih, keyin boshqacharoq o'ylab, boshqa bilan qanoatni qilib, sayyidisini olmagan bo'lsa, o chaqda İmam Shafiy yengitni qilgan bo'lsa, tafsir buni tutulsinmi? Hadis avlarasini qarashlaridan deb, burun qarashini olgan. Nima ekan? Shafiy mazhabidagilar qadim, jadid deb ikki xil bo'lib qolgan taqdirda, mush masala qonunimiz deb o'tirib, hadisga uyg'un keldig'ini o'ylab qolishga tushun tanlab. Ashuma İmam Shafiyning mazhabi bo'ldi. "Iza sahha al-hadith fa huwa madhhabi" degan ekan, sayyidistan olgan bo'lsa, İmam Shafiyning mazhabi shu. Musha hisob bo'ldi deb turibdi. Nonga hozir qila jadid namay qadimni olgan bo'lg'achqa shunda to'laydi Allah. Qala fa idza arada ar-ruku'a kabbar. Ani ruku' qilmoqchi bo'lsa, amin deb bo'ldi. Uni ruku' qilmoqchi bo'lsa,
takbir tushirdi dedi. Hozir nimani tashlab qo'ydi? Zammi sura degan. Bizning vatanda zammi sura deydi. Sura zam qilish. Yani aslida sunnat mustahabbaldan sanab kelgan ekan, namozning tartibi nima? Valaddallin amin degan ekan, ana sura qatish yengap bo'lish kerak aslida. Sura qatishni demaydi maktabda. Farzning dastlabki ish harakatida sura qatish sunna va mustahab. Barliq olimlarning ittifoqi bor buningda. Lekin surani to'liq bir sura qatamdiq yoki yerimini qatsak, bir qismini qatsak bo'lamdi. Hammasi joiz. Eng yaxshisi bir surani to'liq qatish. Ikki sura, uch surani oqaqdan ulab o'qib olsa yaxshi. Lekin bir suraning yerimini yo bir qismini ham qilish joiz. Lekin afzal emas. Masalan, ko'p qiladi buni. Bizning vujudda to'liq sura, qisqa sura bo'lsa, to'liq o'qiydi o'sha. O'sha eng afzal. Misrda u surdan bosib o'ttirdim. Jiyadan bir 4 oyatni, bir safa oyatni o'qib qo'ydi. Bu joiz shakli. Surani chiqaraga qilib, mana o'qishmi? Bu joiz. Surani tartibini, tavakkalitni, mayli joiz. Lekin eng aqalli hadis bazatda 3 oyat deydi. Yoki uzunroq bo'lsa, qisqa 3 oyatga uzilgan bir oyat olsun bo'ldi. Masalan, inna a'taynakal kawthar degan mushu sura bo'lsa bo'ldi deydi. Yoki mush suraning uzunligida bir oyat bo'lsin mayli deydi. Yani surani o'qib bo'ldi. Surani o'qib bo'lgandan keyin fa iza arada ruku'a kabbar. Ruku' baray degan chog'da Allohu akbar deydi. Liannahu sallallohu alayhi vasallam kan yukabbiru anda kulli khafdin wa raf'in. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har qatam tuvan tushgan chog'da va beshini ko'targan chog'da takbir tushirdi. Qala wa raka'a. Allohu akbar deb ruku' ibodat dedi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam lil a'rabi hina 'allamahu as-salata thumma iqra ma tayassara min al-Qur'an. Ondan o'qiyolganicha Qur'on o'qigan dedi. Bu qiyamdagi gap albatta. Ondan ruku'ga borgan dedi. Bundan boshqa Qur'on Karimda varka'u ma'ar raki'in masalan, wasjudu warka'u bu ruku'ga munosabatli oyatlar bor. Yani bu ruku'ga hozir bu hadisni akammasakmi, ruku'ning boshqa dalillari chiq. Yani Qur'on o'qib bo'lgandan keyin ruku' qilish deganga balki hadis dalil bo'lishi mumkin. Var ruku' yatahaqqaqu bima yantaliqu alayhi al-ism. Ruku' deganda egilishdan iborat. Nolanikan, ruku' qildimi, qildi degichilik miqdorda egilisi bo'ldi. Ruku' degan ism shuni tushilgan bo'lsa, masalan, shunda inishgan bo'lsa, ruku' qildimi, ruku' ba'da digil bo'ldi desa, hisob oshadi. Lekin ruku' ba'da undaroq turgan bo'lsa, ruku' ba'da digil bo'lmaydi desa, azroq unda inishdi. Desa ruku' ba'da digil bo'lmadi, bu ruku' hisob emas. Qancha hisob qilamiz? Ruku' ba'da digil bo'lgan darajada da insa non bo'ldi deymiz. Lekin undaroq inishib tursa, ruku' ba'da digil bo'lmaydi. Li'annahu ibaratun 'an al-inhina. Yani inhina qachanda vujud qisqida bo'lsa, qo'l tizni obdan tutib joylashsa, inhina bo'ldi deyish mumkin. Va qila in kana ila hal al-qiyam aqraba la yajuz. Urtug'anga yaqin bo'lib qolsa bo'lmaydi. Lekin ruku'ga yaqin holatda bo'lsa, qalbdan inishgan bo'lsa, bo'ladi deyilibdi. Yani buning dalillari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruku' sajdini to'liq qilmagan kishiga nima dedi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli dedi. Ayol kishi ruku' qilganda 90 gradus egilmaydi. Agar aksi yo'q javob qilsa 90 gradus egiladi. Yot kishi javob qilsa azroq egiladi. Ay irji' fasalli fa innaka lam tusalli degan hadisda thumma irka' hatta tatma'inna raki'a. Ruku' qilib ra'sidan bir aramingda turib o'tganga qadar turgan dedi. Bu hamda mana tizlam nima ketmasligini ko'rsatish mumkin. Yani Huzayfa radhiyallohu anhu ruku' sajdani joyida qilmagan kishilarni ko'rib, qala ma sallayta walau mutta ala ghayril fitrati allati fatarallohu Muhammadan sallallohu alayhi vasallam degan. Ruku' sajdani to'liq qilmagan kishiga shunda ig'ir gapni qilgan. Balki bu
tumanina meselesinde çıkışı mümkün. قال ووضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه قولنا تزقياب برمقلنا سالكاريدو لقوله صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرق بين أصابعك مش ده ديجان بوغاش خالد يعني بالرواية وفرج بين أصابعك دبكاجان لكن مشو لفظلان سال أجزرق lekin boshqa shavohidlar bilan sal jallanishi mumkin. Wali'annahu amkanu fi akhdh ar-rukba. Barmoqni sal karibroq tursak, sizni to'liq qamallab tura olmaymiz. Qo'lmasdan qachon tushkizilgan. Bunda ahvol bo'lmaydi demoqchi. Qala wa basata zahrahu. Dumbisni tuz tutdi. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam kana idza raka'a law wudi'a ala dhahrihi qadahu ma'in lastaqar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayni tuz ruku qildi. Dumbisiga bir piyola suv qo'yib qo'ysa, to'kilib ketmaydi. Ma'nolarni oldida kondision degan qoladi, ma'noda sakta bo'lmaydi mesela. Inhinaqni tutsa, ruku bo'lsa, ma'noda piyola tutmaydi. Ma'lum to'liq eng mukammal shaklni bayon qilyapti. Avo hisob degan aqalli qismi shunday tizib bo'ldi. Lekin ruku qildimi degan rukn, hozir ruku mishada namozning bu rukni. Ruku olmasa namoz yo'q. Sajda olmasa namoz yo'q. Nima? O'zrilik holat bo'lmasa ham. Lekin bu sunnat holatini bayon qilyapti hozir. Ash mazmun sahih. Hozir bunda tuz turishining naqadarligini da'tidi. Lekin mush so'zlar bunda hadis yo'q. Lekin Rasulullohning tuz tug'anligiga sayyiz bor. Mana idza rakaa lawda'a qadahum min ma'in ala dhahrihi lam yuhraq degan isnaduhu da'if debdi. Lekin Hasan darajadagi hadisda idza raka'ta fada' rahatayka ala rukbatayka wamdud dhahrak dedi. Va Hasan darajadagi hadis. Degan sayyid babında. Hozir kitobni ostidami sayyidisni eklanmabdi. Mana sayyidisda Buxoriyga desa qala Abu Humayd as-Sa'di radhiyallohu anhu sahabining amralarining qaysta sahabining qaysta turib nimada raka'an nabiy sallallohu alayhi vasallam thumma hasara zahrahu. Hasara degan dumbisini tuz qildi degan. Lakin bu hadisda yanlış hadis. Hadisne keseklam mesela oldu. Ve kefallahul mu'minînel qital. Dumbisini rus qilgan yamda sara zahrahu degan. Qala ve la yarfa'u ra'sahu ve la yunakkisu. Beşini bek ko'tarolmaydi va bek sangiltolmaydi dedi. Dumbisida mana tuz holati turdi. Beşini igil ko'tarib o'tirolmaydi. Pastga onda sangiltolmaydi. Kama fa'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh qilgandek deydi. Mana Sahih Muslimda Hazrat Aisha radhiyallohu anha rivoyat hadisda keldi va kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu va lam yusawwibhu. Wa li nahyihi sallallohu alayhi vasallam an tadbihin ka tadbihil himar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshak bo'ynini sangilatgandek bo'yini sangiltishdan to'sqan bo'g'achqa deydi. Tadbih degan dumbisni durust tutib beshini sangiltish, ya'ni beshi dumbisdan to'llab ketish. Masalan, demakchi bo'lgan eshak qanday qiladi? Shu rusturdi, nima? Rusturib beshini eng sangilaydi. Wa qala subhana robbiyal azim thalathan. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم وقال سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه. شكتن سبحان ربي العظيم ديدو. يعني مش شكتن ينجب بلك عاجز. شنو؟ عاجز. لكن سبحان ربي العظيم ديدو ديان سي مسلم كاجا. شكتن ديان بمسلم سبحان ربي العظيم ديدو ديان نما سي مسلم با. يعني سبحان ربي العظيم ديش سنة. وذلك أدناه مشو أن توان san çekilmesi müşü 3 katım. Cıkrak değilse 10 katım deydi o. Normalrak değilse 5 katım deydi. 3 katımda en tüvene farz namazlardandı akıllı cemaatlik erken müslüm 3 katım deydi o dese eğer 5 katım diyorsun meylet
to'liq zodi raus deytin deb qolsa 10 qatim deydi. Umar ibn Abdulaziz Rashid xalifalar qatoridan sanaldi. Birisi ko'rib bu yigitninki namoz o'qishi Rasulullohning o'qishi bir o'xshaydi ekan degan. Bak sahabadın birisi ko'rgan bo'lsa, Rasululloh namoz o'qigandek o'qiydi ekan degan. Umar ibn Abdulazizninki sajda qilgan vaqtida uzunroq turishi 10 qatim tasbih aytgan miqdorda turdi ekan deb mo'ljallangan. Nima to'liq desak 10 qatim deymiz yoki ashuna yaqin, ammo taqdaymiz desak 9 yo 11 deydi. Dekanda buni esa 3 qatimni sanash oson. Subhanalloh lekin 9-10 da sal olib ketib qolsa, bizning butun diqqatimiz taq sanatdan deyishlar bo'lib ketib qoldi. Nima bu xushu nimaga ta'sir etgan gap. O'cha sanashni biz unutib tasbih etishdan bo'lib ketishimiz lozim. Lekin shu Umar ibn Abdulazizninki Rasululloh o'xshash namoz o'qiydi ekan deb mo'ljallab. Sahaba shunday dedi, nima Rasulullodek o'qiydi ekan, sajda qilishni Rasulullodek qilgan degan ekan. Tug'an tabiiylar da shu namozning sajdasini hisoblab baxsa, qancha uzun turishini hisoblab, biz masalan 10 qatim tasbih aytqidak turtdi deb mo'ljallangan. Lekin jiqroq desak, shunda 9-10 qatimdek deymiz. O'ttira olsak 5 qatim, eng to'yin desak 3 qatim. Bir qatimsa odamlar sunnat ado bo'lmaydi. Ya'ni sunnat to'liq holatida ado bo'lmaydi. Yo'q, 3 qatim subhan robbiladan deyish sunnat shu. Ya farzlik gibi yo'q. Bu tasbih hozir farz emas. Shuma tasbihni o'zidan farz demoqchimi? Yo'q. Bir qatim degan miqdor to'sin ruku qilgan bo'ldi. وإن زاد فهو أفضل إلا أنه يكره للإمام التطويل لما فيه من تنفير الجماعة أن أذن دسا جد دسا يخشى لكن إمام آخر جماعتنا إغرسل سبقوا مسكشون فأولنا قشرات مسكشون uzarsa bo'lmaydi. Shaxsiy yolg'iz o'qigan chaqda 100 qatimdan do, 200 qatimdan do jiqdiyasi bo'ldi. Lekin imom bo'lgan chaqda jiqdisi bo'lmaydi. Misol bo'lsinmi? Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.